olti oy imtiyozida ayol kishi bo'lganingiz uchun 2% pasayadi. O'zi 25%, ayollarga 23%. 312 ga odam topishingiz kerakda, yo'qmi? Do'konlarni ishlab chiqarishlar bittasini jo'nataymi, keyin Hozir 100 milliongacha garovsiz. Foydalansa zo'r bo'ladi. Ayol kishi bo'lsa rahbari 19%. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davlat. 5 yilda endi nima gap nima zo'r. Bemalol bitta narsa bilan foyda puli bilan yopilgan. Jo'nating imkoniyat bunaqa bundoq bo'lish. Ertaga resurslar tugasa yarimi ketgani yo'q. Shu kecha bittasi telefon qilib gaplashuvdi ayol kishi. Bog'im bor dedi. Yatida qilingan, ochilgan 1 yildan oshdi. Bo'laveradi, unaqa matakultivator bo'lsa bo'ladi, bog'da ichiga ishlayotgan. Shunaqa narsalar olsa. Motorola bo'ladi, mevalarni tashigan. Keyin shu yerini haydagan, unaqa narsa olsa bo'ladi. Nima kerak edi? Keyin nasos olsa bo'ladi, sug'organi. Misol kacharga qoqib turib, nasos olsa bog'da sug'organ. Hozir endi aradan suv kelish ham qiyin bo'lib ketdi-yu, masala bormi?